Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan shaffof fasad konstruksiyalarining eng muhim komponentlaridan biri alyuminiy tizimlar, ya'ni sistemalar haqida gaplashamiz. Bugungi kunda alyuminiy tizimlarga qo'yilgan talablar juda yuqori darajada. Ular bino fasadining xavfsizligi, mustahkamligi, ichki va tashqi ko'rinishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan omillardan biri hisoblanadi. Undan tashqari ularga qo'yilgan texnik talablar juda yuqori darajada. Ular shamol bosimi, yer qimirlashi, yuqori yuklanish, bundan tashqari iqlimga ham o'z ta'sirini o'tkazishi lozim. Bugungi kunda arxitektor va dizaynerlarning talablariga ko'ra, alyuminiy tizimlar asosan 3 turdagi yechimni barcha binolar uchun taqdim etishadi. Ularning eng asosiy va eng ko'p qo'llaniladigani eshik va rom tizimlardir. Biz ular bilan deyarli har kuni to'qnash kelamiz, eng kamida uyimizda. Ikkinchi turdagi tizimlar bu 20 qavatgacha bo'lgan binolar yoki 100 metrgacha bo'lgan baland binolarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan stik fasad tizimi yoki stoyshirigili fasadning konstruksiya. O'zbek tilida aytadigan bo'lsak, ustun va to'sinlarning o'zaro bog'lanishi natijasida hosil bo'ladigan konstruksiya hisoblanadi. Siz ularni juda ko'p binolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Asosan ofislar va noturar joy binolarida bunday fasad tiplaridan faol qo'llaniladi. Uchinchi va eng kam qo'llaniladigan, lekin juda mukammal 20 qavatdan yuqori yoki 100 metrdan yuqori bo'lgan binolarda qo'llanilishi tavsiya beriladigan unitized fasad sistemlari, model element fasad yoki modelli fasad nomi bilan ham juda ham mashhur. Aynan bu fasad tiplari o'zining mukammalligi, murakkab arxitekturada qo'llanilishi va albatta ekspluatatsion davri uzoqligi bilan boshqalari bilan ajralib turadi. Ma'lumot o'rnida Neston loyihasini paneli, Agrobank loyihasini paneli, bu esa Hilton loyihasini paneli. Orqada Pyramid Tower loyihasida ham panellari mavjud. Chunki bu loyihalarni biz amalga oshirganmiz.